Farzandlarimizni qandoq qilib vatanparvar qilib tarbiyalayalaymiz? Farzandlarni yaramli qilib tarbiyalash g'oyat zo'r tirishchanlik, harmay talmay ishlash, o'rganish va tarbiyalanishni talab qiladi. Farzandlarining diniga, vataniga foydali bo'lishini umid qiladigan ota-onalar uchun bu intayin zarur. Farzandlarni vatanparvar qilib tarbiyalash ota-onalar va tarbiyachilar ko'ngil bo'ladigan muhim masalalardan biri. Chunki vatanparvarlik farzandlarning vafodorlik, tavallik tuyg'usini yetildirib, vatanning gullanishi va olg'a ilgirilishi uchun bo'shashmay tirishish xarakterini yetildirdi. Ularga hayotining texmi cho'ng nishoni borligini, bu nishonining shaxsiy manfaatdan xalqib kollektiv jamoat manfaatiga tutishadiganligini bildirdi. Tuvanda ota-onalar va tarbiyachilar bolalarda vatanni suyish va vatanparvarlikni kuchaytirish uchun qo'llanib kelayotgan bir necha xil usullarni bayon qilamiz. Birinchi, amaliy ulgu bo'lish. Farzandlarning hamisha ota-onasining vatanga munosabatli muhim voqealar va masalalarga diqqat qiladiganligini, ularning bu xil faoliyatlarga aktiv qatnashayotganligini ko'rib turishi bolalarni vatanparvar va milliy masalalarga sezgur qilib tarbiyalashning eng yaxshi usuli. Masalan, farzandlar ota-onalarini hamisha bu xil xabarlarga heris bo'lib, yuz bergan voqealarga mayli u voqealar xushallik va shodlik bo'lsin yoki qayg'u, hasrat va andishi bo'lsin ifoda bildirganligini ko'rsa, bu ahvol farzandlarning vatan sevgisi, vatanga aloqador masalalarga diqqat qilishiga eng go'zal vosita bo'ladi. Chunki ota-onalar vatandagi qarindoshlarga biror xafalık kelsa yoki biror masalaga yo'liqsa, ular uchun azoblanadi. Agar qarindoshlarini xotirjamlik, tinchlik va farovonlik ichida ko'rsa, ular mu tang xushal bo'ladi. Mana bu samimiy tuyg'ularning hammasi o'zligidan ota-onadan bolalarga o'tadi. Chunki ota-onalar bolalarga o'lgan. Ikkinchi, vatanni suyish iymondan. Bu tuyg'u ota-onalarning bolalarning qalbida vatanparvarlik ruhini yetildiradigan va vatanni suyishni e'tiqod bilan bog'laydigan voqealiklarni so'zlab berishi orqali shakllanadi. Mana qarang, Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam o'zi tug'ilgan yurti bo'lgan Makkadan ayrilganda vataniga bo'lgan muhabbatning eng yaxshi ulgisini ko'rsatgan edi. U ko'ziga liq yosh elib turib Makkaga qarab, "Alloh bilan qasamki, ey Makka, sen Allohga eng suyumli shahar, mening qalbimga mo eng suyumli shahar. Agar sening aholang meni qo'g'lab chiqarmagan bo'lsa edi, sendan chiqmagan bo'lardim" deb xitob qilgan edi. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam yana insonlarga yaxshilik va adolat qimmat qarshini tarqitish, zulm va yomonlik qimmat qarshiga qarshi kurash qilish orqali vatanini va millatini gullantirishga tirishgan. Payg'ambar sallallohu alayhi va sallam Makkada 13 yil yashadi. Bu jarayonda xalqini ozg'unlikdan qutuldirib, to'g'ri yo'lga yetaklash uchun savrchanlik bilan mustahkam turdi, charchimidi, harmidi. U Safa tag'iga chiqib, xalqini islomga chaqirdi. Ularga islom risolatini yetkazdi. Haqiqatni aniq o'ttirg'a qo'ydi. Ota-onalar bu xil voqealiklarni so'zlab berish orqali bolalarga vatanni sevishni, shundaqla vatanni sevishning e'tiqodining tubki asoslaridan biri ekanligini o'rgatadi. Uchinchi, bolalarni vataniga bo'lgan muhabbatini namoyon qilishga odatlantirish. Bu bir qancha turlik bo'lib, bolalarni vatanparvarlik ro'shan ifodalanadigan joylarga o'zga hamroh qilish. Masalan, yaxshilarning so'rinlari, namoyish, suhbat yig'ini qatorliqlar. Bu farzandning kichkidan boshlabla vatanparvarlikni cho'nqurlashtirdi. Vatanparvarlikni aks ettiradigan bayroq va lozunkalarni setib olish. Davlat she'rini yodiltish. Chunki davlat she'ri vatanparvarlikni his qildiradigan cho'ng omillardan biri.
vatanparvarlikni ifodalaydigan milliy sorunlarda yuz chizmalarini ishiltib, vatanga bo'lgan muhabbatini ifodalash. Farzandlarni til, yeziqchilik, she'r va ota-onalar aro munozara elib berish orqali vatanga bo'lgan muhabbatini ifodalashga ilhomlantirish. 4. Abstrakt ma'nilar va hukmlarni amaliy misollar bilan oddiylashtirish. Farzandlar ba'zi so'zliklarni tushunolmasligi mumkin. Shunga farzandining xarakteri va bosqichiga mos keladigan har xil usul va shakllardan foydalanish lozim. Masalan, biz bolaga inqilobning ma'nisi, uning millatga bo'lgan ahamiyatini tushuntira olmasligimiz mumkin. Ammo shunga munosabatlik bola yoqtiradigan, uning yoshiga mos keladigan hikoyalarni aytib berish orqali tushuntira olamiz. Yuqorqilar farzandlarimizning vatanni suyish, kichkidan boshlabla bu ruhni yetildirish, ularga vataniga haqiqiy tava bo'lishini, vataniga sodiq bo'lishini o'rgatishning bir qancha usulidir. Biz farzandlarga vatan hukmini ona vatanimizdan sirt, jug'rafiyalik chegaralardan xalqib, tavhid kalimasi bor bo'lgan barliq islom tuproqlarini o'z ichiga oladi deb o'rgata olgan bo'lsak, nima degan yaxshi bo'ladi, ha?